Xitayda e'lon qilingan bir tadqiqot dokladida Sharqiy Turkistondagi emgak kuchlarini yetkash programmalarining Uyg'urlarning nopus nisbatini tovanlashni maqsad qilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatining osonlik millatlarga qanday bisim ishlatadiganligini isbotlaydigan tavsiyalar yer olgan. Tenjindagi Nankin universitetining akademiklar tarafidan tayyorlangan doklad 2020-yilning o'ttirlarida taqilib qolgan. Lekin dokladning bir nusxasi doktor Adrian Ziz tarafidan arxivlangan. Dokladda kishilik huquq mutaxassislari va ba'zi davlatlar irqiy qirg'inchilik deb tasvirlagan Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi bisimlari isbotlangan. Muhofizatchi gazetidagi xabarlarga qaraganda, Sharqiy Turkistondagi kishilarni ishlashga va ishchilarni yo'tkashga majburlagan Xitoy hukumati nomrodlikni azaytish siyosatini bahona qilib, bu ayblashni rad qilgan. Lekin Nankin universiteti akademiklar e'lon qilgan dokladda Sharqiy Turkistondagi ishchilarning yo'tkilishining uzun muddatlik tadbir ekanligi o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, u Uyg'urlarning nopus zishligini tovanlitib qolmay, balki yana Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatish, eritish va assimilyatsiya qilish uchun muhim ekan. Büyük Birlik Partiyasining raisi Mustafa Dəstىجى 25 fevral Fox televiziya kanalida Xitayning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlari haqida qayta to'xtaldi. U zۆrۈر bo'lsa Xitayga qarshi urushmu qiladiganligini ta'kidladi. U Turkiya parlamentida qilgan so'zida bu nuqtani yana bir qatim ta'kidladi. Dەstىجى partiyasining har qanday ahvolda Sharqiy Turkiston tarafda turadiganligini bildirib kelib, ba'zilar qanday qilamiz, Xitoy bilan urush qilamdiq deydi. Men deymanki, zۆrۈر bo'lsa urushmu qilamiz. Biz dunyoda qo'rqadigan hech qanday bir davlat yo'q, ammo albatta urushdan burun qilinadigan ishlar bor. Qarang, iqtisodiy munosabatni to'xtatishmi bir urush, siyosiy munosabatni to'g'ritib qo'yishmi bir urush, embargo yurgizishmi bir urush, albatta zۆrۈر bo'lsa harbiy urushmi qilamiz. U mundaq dedi: Bizning buningga sukut qilishimiz yoki ko'rmasga silishimiz mumkin emas. Men uchuq deb kelyapman. Xuddi Armeniyaga ijro qilganimizdek, Xitoy Sharqiy Turkistondagi ishg'olni oxirlashtirib, Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarimizga zulm qilishdan, ularga irqiy qirg'inchilik yurgizishdan voz kechmaguncha, biz Xitoy bilan bo'lgan barliq munosabatlarimizni to'xtatishimiz kerak. Joe Biden hukumati Amerikaning vaqtliq davlat bexatarlik strategiyasi hujjatini e'lon qildi. Washington hukumati kunsiri kuchayotgan raqibi Xitoy va Rossiyaga qarshi Tinch okean va Yevropadagi harbiy kuchini oshirdi. Hujjatda biz Amerikaning O'rta Sharqdagi manfaatini qo'g'dash uchun kerakli kuch qoldiramiz deyilgan. Dünya tartibidagi masalalarning ramkasini sizgan hujjatda Biden hukumatining davlat bexatarligi jihatdagi birinchi muhim ishi dunyodagi hamkorlik va ittifoqni asliga keltirish ekanligi ta'kidlandi. Amerikaning xalqaro ittifoq va hamkorlikqa ahamiyat beradiganligi bayon qilingan hujjatda yer shari xarakterlik masalalarni, bo'libmi klimat o'zgarishining hal qilish chorasini tepish uchun Washingtonning xalqaro tashkilotlardagi rahbarlik o'rnining qaytadan o'rnatiladiganligi baholandi. Pew tadqiqot markazi e'lon qilgan tekshirish natijasiga qaraganda 10 Amerikalikning 9'i Xitoyni o'z davlatiga tahdid qilgan. Natijada ko'rsatilishicha, Xitoyning kuchini cheklashni Amerikaning eng muhim ishi deb qaraydiganlarning nisbati yaqinqi 3 yilda 16% oshgan. Qandaqla bo'lmasin, o'zini Cumhuriyetçiler Partiyasi deb toniganlarning 72% va o'zlarining demokratchi ekanligini o'tirg'a qo'yganlarning 37% Xitoyga qattiq pozitsiya tutish, Beijing bilan kuchli iqtisodiy munosabat o'rnatishdan muhim deb qaraydi. Ziyorat qilinuvchilarning yana Xitoyning kishilik huquq masalasi, Hong Kong va Sharqiy Turkiston rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligini tilga olganligi o'tirg'a qo'yilgan. Türkiye Davlat Mudofaa Ministrligi bir hərbiy tik uçarning chüşüp ketganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotda Bingöl'dan uçgan Jogar tiplik tik uçar bilan bo'lgan aloqaning Anqara vaqti 14:25 minut o'tganda uzilib qolganligi bildirildi. İzlash qutqizish xizmatlari natijasida meteorologiyalik sabablar tufaylidan tik uçarning qazoga uchirganligi va tik uçardagi 9 askarning qazo qilganligi eskartildi. Ministerlikning ikinci qatam e'lon qilgan bayonotida qazo qilgan askarlar sonining 11 ga chiqqanligi bildirildi. Qazo qilganlar orasida Osman Erbash ismli bir qo'mondonning borligi bildirildi. Yaralangan 2 askar doktorxonada davolanmoqda.